Assalomu alaykum aziz do'stlar va xush kelibsiz mening kanalimga. Bu yerda biz faqat serialni tomosha qilib qo'ya qolmaymiz. Biz uning har bir kadrini, har bir sozini, har bir jimlikni birga tahlil qilamiz. Chunki ba'zan eng katta haqiqat eng jim sahnada yashiringan bo'ladi. Bugun biz shu qism haqida gaplashamiz va ishonaman, bu tahlilni eshitganingizdan keyin siz bu serialga butunlay boshqa ko'z bilan qaray boshlaysiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Ba'zan hayotda eng dahshatli xiyonat pichoq bilan emas, mehr bilan boshlanadi. Bu gap oddiy eshitilishi mumkin, lekin shu qismni ko'rgan har bir kishi biladi. Bu jumla shunchaki chiroyli so'z emas, bu butun bir qismning mohiyati, butun bir hikoyaning kaliti. Kimdir ko'z yosh to'kib sevgidan gapirdi, kimdir sukut bilan hammani kechirdi, kimdir esa taqdirni o'zgartiradigan imzoni bemor qo'ldan yulib oldi. Va biz bularning barchasini ko'rdik-ku, lekin ko'pimiz to'liq anglab yetmadik. Aynan bugun men siz bilan shu anglab yetmagan qismlarni ochmoqchiman. Chunki bu serialning yozuvchilari har bir sahnaga shunchalik ko'p ma'no joylashtirib ketishadiki, bir marta ko'rish bilan hammasini ilgab olish mumkin emas. Keling, avvalo nazokat haqida gapiraylik, chunki bu qismda u eng ko'p muhokama qilinadigan obraz bo'ldi. Ko'pchilik uni yomon ayol deb atadi. Ba'zilar unga achinib qo'ydi, ba'zilar esa nafrat bilan kuzatdi. Lekin men sizga aytyapman, nazokat bu serialdagi eng murakkab va eng xavfli obraz, chunki u oddiy yovuzlik qilmayapti. U haqiqatning kerakli qismini ko'rsatib, qolganini yashiryapti. Bu farqni tushunish juda muhim. Yolg'on gapiruvchi odam ma'lum bir nuqtada ushlanadi, chunki yolg'on izini qoldiradi. Lekin haqiqatni tanlama ko'rsatuvchi odam, bu boshqa darajadagi xavf. Chunki unga qarshi da'vo qilib bo'lmaydi. U hamma narsani to'g'ri qilganday ko'rinadi. Hujjatlar to'g'ri, imzolar to'g'ri, shohidlar to'g'ri. Lekin niyat mutlaqo boshqa tomonga qaraydi. Nazokatning bu qismdagi har bir qadami sovuqqon hisob-kitob edi. U tashqaridan qaralganda gamxo'r, sabrli, mehribon, fidoyi ayol bo'lib ko'rindi. Kasal yonida tunlab chiqdi. Muloyim gapirdi. Hech qachon ovozini ko'tarmadi. Lekin aynan mana shu muloyimlik uning eng kuchli quroli. U bosimni janjal bilan emas, ishonch bilan o'tkazadi. Va bu usul ishlaydi, chunki odamlar odatda qichqirayotgandan emas, shivirlayotgandan himoyasizroq bo'ladi. Sodiq ham xuddi shunday. U qichqirishdan qo'rqmaydi, lekin yumshogidan, mehribonligidan, yaqinligidan qo'rqadi. Va nazokat buni biladi. Uning eng katta kuchi shundaki, u o'z oljasini eng zaif nuqtasidan, mehrga chanqoqlikdan ushlaydi. Va shu yerda Sodiq masalasiga o'tamiz. Bu qismda Sodiq faqat bemor emas, u qursovga olingan odam sifatida ko'rindi. U hamon mehrga chanqoq, hamon kechikib topilgan yaqinlikka ishongisi keladi. Hayotda ko'p narsa ko'rgan, ko'p narsa qurgan, ko'p narsani yutqazgan bu odam hozir eng oddiy narsaga, insonga muhtoj. Va aynan shu muhtojlik uni himoyasiz qilib qo'ydi. Men shu sahnani ko'rib bir narsa o'yladim. Bu shunchaki bir serial qahramoni emas. Bu ko'pchiligimizning ota-onalarimiz, bobo-momolarimiz yoki yaqinlarimizning qiyofasi. Keksaygan sayin odamlar kuchdan emas, mehrdan himoya qiladi o'zini. Va ba'zan aynan o'sha mehr ularni eng katta xavf ostiga qo'yadi. Sodiq qaror qabul qilayotgan odam emas edi bu qismda. U qarorga olib kelinayotgan odamga aylangan edi. Bu juda katta farq. Va aynan shu farq keyingi qismlarda portlaydi deb o'ylayman. Endi Nilufarning sukuti haqida gapirishim kerak, chunki bu qism meni eng ko'p o'ylatgan jihat bo'ldi. Nilufar haqiqatni ayta olardi, bilardi, ko'rgan edi, lekin sukutni tanladi. Va ko'pchilik buni kechirish deb, ulug'vorlik deb izoh berdi. Men esa boshqacha o'ylayman. Bu sukut charchagan odamning sukuti. Bu urushdan tezroq chiqib ketmoqchi bo'lgan odamning tanlovi. Va eng og'riqli joyi shunda, Nilufar o'zi ham to'liq anglab yetmaydi bu sukut bilan kimni saqlab qolayotganini, kimni esa yanada xavfli ahvolga solib qo'yayotganini. Farhod rasman qutuldi. Lekin bu qutulish poklanish emas. Bu faqat birinchi bosqich. Chunki endi uning oldida haqiqiy sinf boshlanadi. O'zini oqlash emas, o'zini o'zgartirish. Va bu ikki narsa o'rtasidagi farq katta. O'zini oqlagan odam yana xato qilishi mumkin. O'zini o'zgartirgan odam esa u boshqa odam bo'lib qaytadi. Farhod va Nozining chizigi bu qismning eng yorqin va eng achchiq umidi bo'ldi deb o'ylayman. Ota bo'lish haqidagi xabar bu shunchaki quvonchli lahza emas edi. Bu Farhodning butun ichki dunyosiga urilgan zarba edi. Tasavvur qiling, bir odam hayotining eng qorong'u nuqtasida turibdi. Hamma narsa yiqilib bo'lgan. O'zi ham singan, atrofi ham singan.
Va aynan o'sha paytda unga aytiladi, sen ota bolasan. Bu ma'lumot qanday qabul qilinishi kerak? Quvonch bilan. Lekin ayni paytda bu xabar unga barcha gunohlarini, barcha xatolarini, barcha yo'qotganlarini bir lahzada ko'z oldiga keltiradi. Nozining ko'zlarida qo'rquv ham bor edi, muhabbat ham, ishonch ham. U Farhodni suyayapti, lekin ayni paytda undan kelajak uchun tayanch bo'lishni kutayapti. Va endi Farhod uchun sevgi romantika emas, mas'uliyatga aylandi. Bu o'zgarish, agar u buni to'g'ri o'qisa, hayotidagi eng katta burilish bo'lishi mumkin. Agar u buni noto'g'ri o'qisa, bu yangi hukm bo'lib tushadi. Lekin men bu qismda ko'pchilik e'tibor bermaydigan, ammo kelajak uchun juda muhim bo'lgan bir chiziq borligini sezib qoldim. Kafedagi o'sha sahna. Xorlangan ona va qiz. Ko'pchilik bu sahnani serial kontekstida ikkinchi darajali deb o'tkazib yubordi. Lekin men sizga aytyapman, bu sahnani yozuvchilar bejiz qo'ymadi. Boylikka suyanib, kuchsizlik ustidan kulish, bu serialda hech qachon jazosiz qolmagan. O'sha onaning uzukni sotib qizining oqishini saqlab qolish qarori. Bu shunchaki qashshoqlik sahnasi emas. Bu ayolning o'tmish bilan vidolashuvi. Bir paytlar mehr ramzi bo'lgan narsani, yuragi bog'liq narsani, xotirasidagi eng qimmatli buyumni u shu kunda tirik qolish qurol aylantirdi. Va qiz, o'sha xorlangan qiz, bugun og'riq ichida. Lekin bunday og'riqdan o'tgan odamlar serialda birdaniga emas, sekin ko'tariladi. Va ular ko'tarilganida qasosdan ko'ra haq bo'lib qaytadi. Mana shu aynan shu qiz bilan sodir bo'ladi deb o'ylayman. Kuting. Keksa onaning sahnasi esa meni to'liq yig'latib yubordi. Shuni ochiqchasiga aytayin. Uning yuragi siqilib yiqilgani tasodifiy emas edi. Unga jismoniy og'riq bergan narsa kasallik emas, uy ichidagi shafqatsizlik bo'ldi. Bu ona kimning ko'ngli toza, kimning qalbi qorayib borayotganini hammadan oldin sezib bo'lgan. Onalar shunday. Ular ko'pincha jim turadi, ko'pincha sabr qiladi, ko'pincha ko'rmayapman deb yuradi. Lekin aslida hamma narsani ko'radi. U o'g'liga aytgan ishoralari, qizlarining bir kun o'z yo'liga ketishini, yonida chin dildan tura oladigan odam kerakligini, bu shunchaki keksalik gapirgani emas. Bu uzoq yillar davomida to'plangan tashvishning, kuzatishning, sevgining ifodasi. Va eng dahshatli qismi shunda, agar ona endi najotni boshqa ayolda ko'rayotgan bo'lsa, demak uy ichidagi ishonch allaqachon yemirilib bo'lgan. Bu gap havoda qolmaydi. Keyingi qismlarda aynan shu gap oiladagi eng katta to'qnashuvni boshlaydi deb kutyapman. Nazokat atrofidagi ikkinchi darajadagi personajlar ham meni qiziqtirdi. Kimdir milliardlar haqida qo'rquv bilan gapirdi, kimdir hashamatli hayotni telefon kamerasi ortida maqtanish vositasiga aylantirdi. Bu sahnalar kulgili ko'rindi, to'g'ri. Lekin yozuvchilar juda nozik narsa tashlab ketdi o'sha sahnalarda. Sir saqlashni bilmaydigan odamlar katta jinoyatlarning eng zaif nuqtasiga aylanadi. Bir joyda ortiqcha gap, bir joyda bilmay tushirilgan video, bir joyda noto'g'ri aytilgan summa. Mana shular nazokat qurayotgan butun devorni bir lahzada qulatishi mumkin. U erkaklarni boshqarishni biladi. U katta odamlarni boshqarishni biladi. Lekin mayda odamlarning qo'rquvi va ahmoqligini nazorat qila olmaydi. Va aynan o'sha nazorat qilib bo'lmaydigan jihat uning eng katta zaifligiga aylanadi. Farhodning ozodlikka chiqishi masalani yopmadi, yangi urushni boshladi. U endi panjara ortidagi odam emas, haqiqat oldidagi odam. Va bu ancha og'irroq vaziyat. Chunki qamoqdan chiqqan odamning ichida ikki xil yo'l tugiladi. Yo pushaymon bilan yangidan yashaydi, yo ichida qolgan alamni boshqa tomonga buradi. Farhod hozircha o'zgargandek ko'rinyapti. Otasining yordamini, vaqtning qadrini, jahldan qilingan ishning narxini tushunayotganday. Lekin uning oldida hali Nilufar masalasi bor, o'z sha'ni bor, bo'lajak farzandi bor, oilasini tiklash masalasi bor. Shu tortda bosim bir odamni birdaniga sindirishi ham mumkin, ulkan darajada ostirishi ham mumkin. Hozircha ikkalasi ham mumkin. Va bu noaniqlik meni eng ko'p qiziqtirgan jihat. Sodiqning atrofida esa xavf tobora zichlashyapti. Ishchilarning maoshi bahona bo'lib ko'tarilgan masala. Bu keyinchalik hujjatlar zanjirini ochib yuboradi. Zavod, fabrikadagi pul oqimi, bankdagi o'tkazmalar, guvohlar oldidagi tasdiqlar. Bularning hammasi hozir nazokat foydasiga ishlayotganday ko'rinadi. Lekin serial mantiqiga qarasak, bunday katta og'irlik hissiyot bilan boshlansa-da, doim texnik xatoda ushlanadi. Kimdir sanani eslab qoladi. Kimdir summani solishtiradi. Kimdir bemorning o'sha paytdagi holatini shubha ostiga oladi. Va eng qo'rqinchli variant shunda, Sodiqning o'zi bir nuqtada parchalarni ulab yuborishi mumkin. Chunki u ahmoq emas. U faqat mehrga chanqoq.
Lekin nazokatning shirin gaplari ortida qanchalik sovuq niyat yotganini sezib qolgan kuni, bu ayol bir kunda sevgilidan dushmanga aylanadi. Va o'sha kun keladi. Bu qismda bo'lajak fojialarning eshigi ochildi. Bir ayol sevgini qurolga aylantirdi. Bir ona olim oldida haqiqatni aytishga urindi. Bir yigit kech bo'lsa-da otalik mas'uliyatini his qildi. Bir qiz esa tahqirdan keyin ichida butunlay boshqa odam bo'lib uygondi. Kafeda xorlangan qizning ko'zidagi og'riq, onaning uzukni sotishi, keksa ayolning yurak xurujidek kelgan ogohlantirishi, Farhodning otalikka bir qadam qolgan paytdagi titrashi, Nilufarning sukut bilan birovni qutqarib, aslida kattaroq bohronni yaqinlashtirishi, bularning hech biri shunchaki epizod emas. Bularning barchasi kelayotgan portlashning belgilariga o'xshaydi. Keyingi qismlarda men eng avvalo ikki katta burilishni kutyapman. Birinchisi, nazokatning hujjatlar bilan qilgan o'yini fosh bo'lishi. Bu birdaniga emas, mayda shubhalar orqali boshlanadi. Bir telefon, bir savol, bir ortiqcha harakat. Mana shu uning butun niqobini tushiradi. Ikkinchisi esa oilaviy frontda bo'ladi. Keksa onaning aytganlari havoda qolmaydi. Zulfi bilan bog'liq masala qayta ko'tariladi va o'sha yerda qizlar, kelinlar, o'tmish va manfaatlar bir-biriga uriladi. O'sha payt kim haqiqatan yaqin, kim faqat foyda uchun yonida yurgan, aniq bilinadi. Farhod tomonda esa bola xabari eng katta burilish bo'lib qoladi. U endi faqat o'z hayoti uchun emas, tugilmagan farzandi uchun ham tanlov qiladi. Agar u yana hissiyotga berilsa, hammasini boy beradi. Agar u bu safar aql bilan ish qilsa, serialdagi eng kuchli ichki o'zgarish aynan uning qalbida sodir bo'ladi. Lekin bu yo'l ham silliq emas. O'tmish hali uni qo'yib yubormagan. Nilufarning sukuti ham, oilasining qarorlari ham, atrofdagi manfaatlar ham uni yana sinaydi. Mana shuning uchun bu qismni oddiy otish epizodi deb bo'lmaydi. Bu qismda hamma yo'l bir joyga olib borildi. Yashirilgan haqiqatlar endi uzoq turmaydi. Kimdir pulni saqlab qolaman deb o'ylayapti. Kimdir oilani, kimdir obro'ni, kimdir muhabbatni. Lekin kelayotgan to'qnashuvda bularning hammasini bir paytning o'zida asrab qolishning iloji bo'lmaydi. Va aynan o'sha tanlov lahzasida odamlarning haqiqiy yuzlari ko'rinadi. Aziz do'stlar, agar bu tahlil sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki keyingi qism tahlili ham aynan shu chuqurlikda bo'ladi. Kommentariyada menga aytingchi, sizningcha nazokat qachon fosh bo'ladi va eng avval kim uni shubha ostiga oladi? Men javoblaringizni o'qiyman va keyingi tahlilda eng qiziqarli fikrlarni muhokama qilamiz. Salomat bo'linglar, keyingi qismda ko'rishguncha. Assalomu alaykum aziz do'stlar va xush kelibsiz mening kanalimga. Bu yerda biz faqat serialni tomosha qilib qo'ya qolmaymiz. Biz uning har bir kadrini, har bir sozini, har bir jimlikni birga tahlil qilamiz. Chunki ba'zan eng katta haqiqat eng jim sahnada yashiringan bo'ladi. Bugun biz shu qism haqida gaplashamiz va ishonaman, bu tahlilni eshitganingizdan keyin siz bu serialga butunlay boshqa ko'z bilan qaray boshlaysiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Ba'zan hayotda eng dahshatli xiyonat pichoq bilan emas, mehr bilan boshlanadi. Bu gap oddiy eshitilishi mumkin, lekin shu qismni ko'rgan har bir kishi biladi. Bu jumla shunchaki chiroyli so'z emas, bu butun bir qismning mohiyati, butun bir hikoyaning kaliti. Kimdir ko'z yosh to'kib sevgidan gapirdi, kimdir sukut bilan hammani kechirdi, kimdir esa taqdirni o'zgartiradigan imzoni bemor qo'ldan yulib oldi. Va biz bularning barchasini ko'rdik. Ko'rdik-ku, lekin ko'pimiz to'liq anglab yetmadik. Aynan bugun men siz bilan shu anglab yetmagan qismlarni ochmoqchiman. Chunki bu serialning yozuvchilari har bir sahnaga shunchalik ko'p ma'no joylashtirib ketishadiki, bir marta ko'rish bilan hammasini ilgab olish mumkin emas. Keling, avvalo nazokat haqida gapiraylik, chunki bu qismda u eng ko'p muhokama qilinadigan obraz bo'ldi. Ko'pchilik uni yomon ayol deb atadi. Ba'zilar unga achinib qo'ydi. Ba'zilar esa nafrat bilan kuzatdi. Lekin men sizga aytyapman, nazokat bu serialdagi eng murakkab va eng xavfli obraz, chunki u oddiy yovuzlik qilmayapti. U haqiqatning kerakli qismini ko'rsatib, qolganini yashiryapti. Bu farqni tushunish juda muhim. Yolg'on gapiruvchi odam ma'lum bir nuqtada ushlanadi, chunki yolg'on izini qoldiradi. Lekin haqiqatni tanlama ko'rsatuvchi odam, bu boshqa darajadagi xavf. Chunki unga qarshi da'vo qilib bo'lmaydi. U hamma narsani to'g'ri qilganday ko'rinadi. Hujjatlar to'g'ri, imzolar to'g'ri, shohidlar to'g'ri. Lekin niyat mutlaqo boshqa tomonga qaraydi. Nazokatning bu qismdagi har bir qadami sovuqqon hisob-kitob edi. U tashqaridan qaralganda gamxo'r, sabrli, mehribon, fidoyi ayol bo'lib ko'rindi. Kasal yonida tunlab chiqdi.
Muloyim gapirdi. Hech qachon ovozini ko'tarmadi. Lekin aynan mana shu muloyimlik uning eng kuchli quroli. U bosimni janjal bilan emas, ishonch bilan o'tkazadi. Va bu usul ishlaydi, chunki odamlar odatda qichqirayotgandan emas, shivirlayotgandan himoyasizroq bo'ladi. Sodiq ham xuddi shunday. U qichqirishdan qo'rqmaydi, lekin yumshogidan, mehribonligidan, yaqinligidan qo'rqadi. Va nazokat buni biladi. Uning eng katta kuchi shundaki, u o'z oljasini eng zaif nuqtasidan, mehrga chanqoqlikdan ushlaydi. Va shu yerda Sodiq masalasiga o'tamiz. Bu qismda Sodiq faqat bemor emas, u qursovga olingan odam sifatida ko'rindi. U hamon mehrga chanqoq, hamon kechikib topilgan yaqinlikka ishongisi keladi. Hayotda ko'p narsa ko'rgan, ko'p narsa qurgan, ko'p narsani yutqazgan bu odam hozir eng oddiy narsaga, insonga muhtoj. Va aynan shu muhtojlik uni himoyasiz qilib qo'ydi. Men shu sahnani ko'rib bir narsa o'yladim. Bu shunchaki bir serial qahramoni emas, bu ko'pchiligimizning ota-onalarimiz, bobo-momolarimiz yoki yaqinlarimizning qiyofasi. Keksaygan sayin odamlar kuchdan emas, mehrdan himoya qiladi o'zini. Va ba'zan aynan o'sha mehr ularni eng katta xavf ostiga qo'yadi. Sodiq qaror qabul qilayotgan odam emas edi bu qismda. U qarorga olib kelinayotgan odamga aylangan edi. Bu juda katta farq. Va aynan shu farq keyingi qismlarda portlaydi deb o'ylayman. Endi Nilufarning sukuti haqida gapirishim kerak, chunki bu qism meni eng ko'p o'ylatgan jihat bo'ldi. Nilufar haqiqatni ayta olardi, bilardi, ko'rgan edi, lekin sukutni tanladi. Va ko'pchilik buni kechirish deb, ulug'vorlik deb izoh berdi. Men esa boshqacha o'ylayman. Bu sukut charchagan odamning sukuti. Bu urushdan tezroq chiqib ketmoqchi bo'lgan odamning tanlovi. Va eng og'riqli joyi shunda, Nilufar o'zi ham to'liq anglab yetmaydi bu sukut bilan kimni saqlab qolayotganini, kimni esa yanada xavfli ahvolga solib qo'yayotganini. Farhod rasman qutuldi. Lekin bu qutulish poklanish emas. Bu faqat birinchi bosqich. Chunki endi uning oldida haqiqiy sinf boshlanadi. O'zini oqlash emas, o'zini o'zgartirish. Va bu ikki narsa o'rtasidagi farq katta. O'zini oqlagan odam yana xato qilishi mumkin. O'zini o'zgartirgan odam esa u boshqa odam bo'lib qaytadi. Farhod va Nozining chizigi bu qismning eng yorqin va eng achchiq umidi bo'ldi deb o'ylayman. Ota bo'lish haqidagi xabar bu shunchaki quvonchli lahza emas edi. Bu Farhodning butun ichki dunyosiga urilgan zarba edi. Tasavvur qiling, bir odam hayotining eng qorong'u nuqtasida turibdi. Hamma narsa yiqilib bo'lgan. O'zi ham singan, atrofi ham singan. Va aynan o'sha paytda unga aytiladi, sen ota bo'lasan. Bu ma'lumot qanday qabul qilinishi kerak? Quvonch bilan. Lekin ayni paytda bu xabar unga o'z barcha gunohlarini, barcha xatolarini, barcha yo'qotganlarini bir lahzada ko'z oldiga keltiradi. Nozining ko'zlarida qo'rquv ham bor edi, muhabbat ham, ishonch ham. U Farhodni suyayapti, lekin ayni paytda undan kelajak uchun tayanch bo'lishni kutayapti. Va endi Farhod uchun sevgi romantika emas, mas'uliyatga aylandi. Bu o'zgarish, agar u buni to'g'ri o'qisa, hayotidagi eng katta burilish bo'lishi mumkin. Agar u buni noto'g'ri o'qisa, bu yangi hukm bo'lib tushadi. Lekin men bu qismda ko'pchilik e'tibor bermaydigan, ammo kelajak uchun juda muhim bo'lgan bir chiziq borligini sezib qoldim. Kafedagi o'sha sahna. Xorlangan ona va qiz. Ko'pchilik bu sahnani serial kontekstida ikkinchi darajali deb o'tkazib yubordi. Lekin men sizga aytyapman, bu sahnani yozuvchilar bejiz qo'ymadi. Boylikka suyanib, kuchsizlik ustidan kulish, bu serialda hech qachon jazosiz qolmagan. O'sha onaning uzukni sotib qizining oqishini saqlab qolish qarori. Bu shunchaki qashshoqlik sahnasi emas. Bu ayolning o'tmish bilan vidolashuvi. Bir paytlar mehr ramzi bo'lgan narsani, yuragi bog'liq narsani, xotirasidagi eng qimmatli buyumni u shu kunda tirik qolish qurol aylantirdi. Va qiz, o'sha xorlangan qiz, bugun og'riq ichida. Lekin bunday og'riqdan o'tgan odamlar serialda birdaniga emas, sekin ko'tariladi. Va ular ko'tarilganida qasosdan ko'ra haq bo'lib qaytadi. Mana shu aynan shu qiz bilan sodir bo'ladi deb o'ylayman. Kuting. Keksa onaning sahnasi esa meni to'liq yig'latib yubordi. Shuni ochiqchasiga aytayin. Uning yuragi siqilib yiqilgani tasodifiy emas edi. Unga jismoniy og'riq bergan narsa kasallik emas, uy ichidagi shafqatsizlik bo'ldi. Bu ona kimning ko'ngli toza, kimning qalbi qorayib borayotganini hammadan oldin sezib bo'lgan. Onalar shunday. Ular ko'pincha jim turadi, ko'pincha sabr qiladi, ko'pincha ko'rmayapman deb yuradi. Lekin aslida hamma narsani ko'radi. U o'g'liga aytgan ishoralari, qizlarining bir kun o'z yo'liga ketishini,
yonida chin dildan tura oladigan odam kerakligini, bu shunchaki keksalik gapirgani emas. Bu uzoq yillar davomida to'plangan tashvishning, kuzatishning, sevgining ifodasi. Va eng dahshatli qismi shunda, agar ona endi Najotni boshqa ayolda ko'rayotgan bo'lsa, demak uy ichidagi ishonch allaqachon yemirilib bo'lgan. Bu gap havoda qolmaydi. Keyingi qismlarda aynan shu gap oiladagi eng katta to'qnashuvni boshlaydi deb kutyapman. Nazokat atrofidagi ikkinchi darajadagi personajlar ham meni qiziqtirdi. Kimdir milliardlar haqida qo'rquv bilan gapirdi, kimdir hashamatli hayotni telefon kamerasi ortida maqtanish vositasiga aylantirdi. Bu sahnalar kulgili ko'rindi, to'g'ri. Lekin yozuvchilar juda nozik narsa tashlab ketdi o'sha sahnalarda. Sir saqlashni bilmaydigan odamlar katta jinoyatlarning eng zaif nuqtasiga aylanadi. Bir joyda ortiqcha gap, bir joyda bilmay tushirilgan video, bir joyda noto'g'ri aytilgan summa. Mana shular nazokat qurayotgan butun devorni bir lahzada qulatishi mumkin. U erkaklarni boshqarishni biladi. U katta odamlarni boshqarishni biladi. Lekin mayda odamlarning qo'rquvi va ahmoqligini nazorat qila olmaydi. Va aynan o'sha nazorat qilib bo'lmaydigan jihat uning eng katta zaifligiga aylanadi. Farhodning ozodlikka chiqishi masalani yopmadi, yangi urushni boshladi. U endi panjara ortidagi odam emas, haqiqat oldidagi odam. Va bu ancha og'irroq vaziyat. Chunki qamoqdan chiqqan odamning ichida ikki xil yo'l tugiladi. Yo pushaymon bilan yangidan yashaydi, yo ichida qolgan alamni boshqa tomonga buradi. Farhod hozircha o'zgargandek ko'rinyapti. Otasining yordamini, vaqtning qadrini, jahldan qilingan ishning narxini tushunayotganday. Lekin uning oldida hali Nilufar masalasi bor, o'z sha'ni bor, bo'lajak farzandi bor, oilasini tiklash masalasi bor. Shu tortda bosim bir odamni birdaniga sindirishi ham mumkin, ulkan darajada ostirishi ham mumkin. Hozircha ikkalasi ham mumkin. Va bu noaniqlik meni eng ko'p qiziqtirgan jihat. Sodiqning atrofida esa xavf tobora zichlashyapti. Ishchilarning maoshi bahona bo'lib ko'tarilgan masala. Bu keyinchalik hujjatlar zanjirini ochib yuboradi. Zavod, fabrikadagi pul oqimi, bankdagi o'tkazmalar, guvohlar oldidagi tasdiqlar. Bularning hammasi hozir nazokat foydasiga ishlayotganday ko'rinadi. Lekin serial mantiqiga qarasak, bunday katta og'irlik hissiyot bilan boshlansa-da, doim texnik xatoda ushlanadi. Kimdir sanani eslab qoladi. Kimdir summani solishtiradi. Kimdir bemorning o'sha paytdagi holatini shubha ostiga oladi. Va eng qo'rqinchli variant shunda, Sodiqning o'zi bir nuqtada parchalarni ulab yuborishi mumkin. Chunki u ahmoq emas. U faqat mehrga chanqoq. Lekin nazokatning shirin gaplari ortida qanchalik sovuq niyat yotganini sezib qolgan kuni. Bu ayol bir kunda sevgilidan dushmanga aylanadi. Va o'sha kun keladi. Bu qismda bo'lajak fojialarning eshigi ochildi. Bir ayol sevgini qurolga aylantirdi. Bir ona olim oldida haqiqatni aytishga urindi. Bir yigit kech bo'lsa-da otalik mas'uliyatini his qildi. Bir qiz esa tahqirdan keyin ichida butunlay boshqa odam bo'lib uyg'ondi. Kafeda xorlangan qizning ko'zidagi og'riq, onaning uzukni sotishi, keksa ayolning yurak xurujidek kelgan ogohlantirishi, Farhodning otalikka bir qadam qolgan paytdagi titrashi, Nilufarning sukut bilan birovni qutqarib, aslida kattaroq bohronni yaqinlashtirishi, bularning hech biri shunchaki epizod emas. Bularning barchasi kelayotgan portlashning belgilariga o'xshaydi. Keyingi qismlarda men eng avvalo ikki katta burilishni kutyapman. Birinchisi, nazokatning hujjatlar bilan qilgan o'yini fosh bo'lishi. Bu birdaniga emas, mayda shubhalar orqali boshlanadi. Bir telefon, bir savol, bir ortiqcha harakat. Mana shu uning butun niqobini tushiradi. Ikkinchisi esa oilaviy frontda bo'ladi. Keksa onaning aytganlari havoda qolmaydi. Zulfi bilan bog'liq masala qayta ko'tariladi va o'sha yerda qizlar, kelinlar, o'tmish va manfaatlar bir-biriga uriladi. O'sha payt kim haqiqatan yaqin, kim faqat foyda uchun yonida yurgan, aniq bilinadi. Farhod tomonda esa bola xabari eng katta burilish bo'lib qoladi. U endi faqat o'z hayoti uchun emas, tugilmagan farzandi uchun ham tanlov qiladi. Agar u yana hissiyotga berilsa, hammasini boy beradi. Agar u bu safar aql bilan ish qilsa, serialdagi eng kuchli ichki o'zgarish aynan uning qalbida sodir bo'ladi. Lekin bu yo'l ham silliq emas. O'tmish hali uni qo'yib yubormagan. Nilufarning sukuti ham, oilasining qarorlari ham, atrofdagi manfaatlar ham uni yana sinaydi. Mana shuning uchun bu qismni oddiy otish epizodi deb bo'lmaydi. Bu qismda hamma yo'l bir joyga olib borildi. Yashirilgan haqiqatlar endi uzoq turmaydi. Kimdir pulni saqlab qolaman deb o'ylayapti. Kimdir oilani, kimdir obro'ni, kimdir muhabbatni.
Lekin kelayotgan to'qnashuvda bularning hammasini bir paytning o'zida asrab qolishning iloji bo'lmaydi. Va aynan o'sha tanlov lahzasida odamlarning haqiqiy yuzlari ko'rinadi. Aziz do'stlar, agar bu tahlil sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki keyingi qism tahlili ham aynan shu chuqurlikda bo'ladi. Kommentariyada menga aytingchi, sizningcha nazokat qachon fosh bo'ladi va eng avval kim uni shubha ostiga oladi? Men javoblaringizni o'qiyman va keyingi tahlilda eng qiziqarli fikrlarni muhokama qilamiz. Salomat bo'linglar, keyingi qismda ko'rishguncha. Assalomu alaykum aziz do'stlar va xush kelibsiz mening kanalimga. Bu yerda biz faqat serialni tomosha qilib qo'ya qolmaymiz. Biz uning har bir kadrini, har bir sozini, har bir jimlikni birga tahlil qilamiz. Chunki ba'zan eng katta haqiqat eng jim sahnada yashiringan bo'ladi. Bugun biz shu qism haqida gaplashamiz va ishonaman, bu tahlilni eshitganingizdan keyin siz bu serialga butunlay boshqa ko'z bilan qaray boshlaysiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Ba'zan hayotda eng dahshatli xiyonat pichoq bilan emas, mehr bilan boshlanadi. Bu gap oddiy eshitilishi mumkin, lekin shu qismni ko'rgan har bir kishi biladi. Bu jumla shunchaki chiroyli so'z emas, bu butun bir qismning mohiyati, butun bir hikoyaning kaliti. Kimdir ko'z yosh to'kib sevgidan gapirdi, kimdir sukut bilan hammani kechirdi, kimdir esa taqdirni o'zgartiradigan imzoni bemor qo'ldan yulib oldi. Va biz bularning barchasini ko'rdik. Ko'rdik-ku, lekin ko'pimiz to'liq anglab yetmadik. Aynan bugun men siz bilan shu anglab yetmagan qismlarni ochmoqchiman. Chunki bu serialning yozuvchilari har bir sahnaga shunchalik ko'p ma'no joylashtirib ketishadiki, bir marta ko'rish bilan hammasini ilgab olish mumkin emas. Keling, avvalo nazokat haqida gapiraylik, chunki bu qismda u eng ko'p muhokama qilinadigan obraz bo'ldi. Ko'pchilik uni yomon ayol deb atadi. Ba'zilar unga achinib qo'ydi. Ba'zilar esa nafrat bilan kuzatdi. Lekin men sizga aytyapman, nazokat bu serialdagi eng murakkab va eng xavfli obraz, chunki u oddiy yovuzlik qilmayapti. U haqiqatning kerakli qismini ko'rsatib, qolganini yashiryapti. Bu farqni tushunish juda muhim. Yolg'on gapiruvchi odam ma'lum bir nuqtada ushlanadi, chunki yolg'on izini qoldiradi. Lekin haqiqatni tanlama ko'rsatuvchi odam, bu boshqa darajadagi xavf. Chunki unga qarshi da'vo qilib bo'lmaydi. U hamma narsani to'g'ri qilganday ko'rinadi. Hujjatlar to'g'ri, imzolar to'g'ri, shohidlar to'g'ri. Lekin niyat mutlaqo boshqa tomonga qaraydi. Nazokatning bu qismdagi har bir qadami sovuqqon hisob-kitob edi. U tashqaridan qaralganda gamxo'r, sabrli, mehribon, fidoyi ayol bo'lib ko'rindi. Kasal yonida tunlab chiqdi. Muloyim gapirdi. Hech qachon ovozini ko'tarmadi. Lekin aynan mana shu muloyimlik uning eng kuchli quroli. U bosimni janjal bilan emas, ishonch bilan o'tkazadi. Va bu usul ishlaydi, chunki odamlar odatda qichqirayotgandan emas, shivirlayotgandan himoyasizroq bo'ladi. Sodiq ham xuddi shunday. U qichqirishdan qo'rqmaydi, lekin yumshogidan, mehribonligidan, yaqinligidan qo'rqadi. Va nazokat buni biladi. Uning eng katta kuchi shundaki, u o'z oljasini eng zaif nuqtasidan, mehrga chanqoqlikdan ushlaydi. Va shu yerda Sodiq masalasiga o'tamiz. Bu qismda Sodiq faqat bemor emas, u qursovga olingan odam sifatida ko'rindi. U hamon mehrga chanqoq, hamon kechikib topilgan yaqinlikka ishongisi keladi. Hayotda ko'p narsa ko'rgan, ko'p narsa qurgan, ko'p narsani yutqazgan bu odam hozir eng oddiy narsaga, insonga muhtoj. Va aynan shu muhtojlik uni himoyasiz qilib qo'ydi. Men shu sahnani ko'rib bir narsa o'yladim. Bu shunchaki bir serial qahramoni emas, bu ko'pchiligimizning ota-onalarimiz, bobo-momolarimiz yoki yaqinlarimizning qiyofasi. Keksaygan sayin odamlar kuchdan emas, mehrdan himoya qiladi o'zini. Va ba'zan aynan o'sha mehr ularni eng katta xavf ostiga qo'yadi. Sodiq qaror qabul qilayotgan odam emas edi bu qismda. U qarorga olib kelinayotgan odamga aylangan edi. Bu juda katta farq. Va aynan shu farq keyingi qismlarda portlaydi deb o'ylayman. Endi Nilufarning sukuti haqida gapirishim kerak, chunki bu qism meni eng ko'p o'ylatgan jihat bo'ldi. Nilufar haqiqatni ayta olardi, bilardi, ko'rgan edi, lekin sukutni tanladi. Va ko'pchilik buni kechirish deb, ulug'vorlik deb izoh berdi. Men esa boshqacha o'ylayman. Bu sukut charchagan odamning sukuti. Bu urushdan tezroq chiqib ketmoqchi bo'lgan odamning tanlovi. Va eng og'riqli joyi shunda, Nilufar o'zi ham to'liq anglab yetmaydi bu sukut bilan kimni saqlab qolayotganini, kimni esa yanada xavfli ahvolga solib qo'yayotganini. Farhod rasman qutuldi. Lekin bu qutulish poklanish emas. Bu faqat birinchi bosqich. Chunki endi uning oldida haqiqiy sinf boshlanadi.
Og'zini oqlash emas, og'zini o'zgartirish. Va bu ikki narsa o'rtasidagi farq katta. Og'zini oqlagan odam yana xato qilishi mumkin. Og'zini o'zgartirgan odam esa u boshqa odam bo'lib qaytadi. Farhod va Nozining chizigi bu qismning eng yorqin va eng achchiq umidi bo'ldi deb o'ylayman. Ota bo'lish haqidagi xabar bu shunchaki quvonchli lahza emas edi. Bu Farhodning butun ichki dunyosiga urilgan zarba edi. Tasavvur qiling, bir odam hayotining eng qorong'u nuqtasida turibdi. Hamma narsa yiqilib bo'lgan. Og'zi ham singan, atrofi ham singan. Va aynan o'sha paytda unga aytiladi, sen ota bo'lasan. Bu ma'lumot qanday qabul qilinishi kerak? Quvonch bilan. Lekin ayni paytda bu xabar unga o'z barcha gunohlarini, barcha xatolarini, barcha yo'qotganlarini bir lahzada ko'z oldiga keltiradi. Nozining ko'zlarida qo'rquv ham bor edi, muhabbat ham, ishonch ham. U Farhodni suyayapti, lekin ayni paytda undan kelajak uchun tayanch bo'lishni kutayapti. Va endi Farhod uchun sevgi romantika emas, mas'uliyatga aylandi. Bu o'zgarish, agar u buni to'g'ri o'qisa, hayotidagi eng katta burilish bo'lishi mumkin. Agar u buni noto'g'ri o'qisa, bu yangi hukm bo'lib tushadi. Lekin men bu qismda ko'pchilik e'tibor bermaydigan, ammo kelajak uchun juda muhim bo'lgan bir chiziq borligini sezib qoldim. Kafedagi o'sha sahna. Xorlangan ona va qiz. Ko'pchilik bu sahnani serial kontekstida ikkinchi darajali deb o'tkazib yubordi. Lekin men sizga aytyapman, bu sahnani yozuvchilar bejiz qo'ymadi. Boylikka suyanib, kuchsizlik ustidan kulish, bu serialda hech qachon jazosiz qolmagan. O'sha onaning uzukni sotib qizining o'qishini saqlab qolish qarori. Bu shunchaki qashshoqlik sahnasi emas. Bu ayolning o'tmish bilan vidolashuvi. Bir paytlar mehr ramzi bo'lgan narsani, yuragi bog'liq narsani, xotirasidagi eng qimmatli buyumni u shu kunda tirik qolish qurol aylantirdi. Va qiz, o'sha xorlangan qiz, bugun og'riq ichida. Lekin bunday og'riqdan o'tgan odamlar serialda birdaniga emas, sekin ko'tariladi. Va ular ko'tarilganida qasosdan ko'ra haq bo'lib qaytadi. Mana shu aynan shu qiz bilan sodir bo'ladi deb o'ylayman. Kuting. Keksa onaning sahnasi esa meni to'liq yig'latib yubordi. Shuni ochiqchasiga aytayin. Uning yuragi siqilib yiqilgani tasodifiy emas edi. Unga jismoniy og'riq bergan narsa kasallik emas, uy ichidagi shafqatsizlik bo'ldi. Bu ona kimning ko'ngli toza, kimning qalbi qorayib borayotganini hammadan oldin sezib bo'lgan. Onalar shunday. Ular ko'pincha jim turadi, ko'pincha sabr qiladi, ko'pincha ko'rmayapman deb yuradi. Lekin aslida hamma narsani ko'radi. U o'g'liga aytgan ishoralari, qizlarining bir kun o'z yo'liga ketishini, yonida chin dildan tura oladigan odam kerakligini, bu shunchaki keksalik gapirgani emas. Bu uzoq yillar davomida to'plangan tashvishning, kuzatishning, sevgining ifodasi. Va eng dahshatli qismi shunda, agar ona endi najotni boshqa ayolda ko'rayotgan bo'lsa, demak uy ichidagi ishonch allaqachon yemirilib bo'lgan. Bu gap havoda qolmaydi. Keyingi qismlarda aynan shu gap oiladagi eng katta to'qnashuvni boshlaydi deb kutyapman. Nazokat atrofidagi ikkinchi darajadagi personajlar ham meni qiziqtirdi. Kimdir milliardlar haqida qo'rquv bilan gapirdi, kimdir hashamatli hayotni telefon kamerasi ortida maqtanish vositasiga aylantirdi. Bu sahnalar kulgili ko'rindi, to'g'ri. Lekin yozuvchilar juda nozik narsa tashlab ketdi o'sha sahnalarda. Sir saqlashni bilmaydigan odamlar katta jinoyatlarning eng zaif nuqtasiga aylanadi. Bir joyda ortiqcha gap, bir joyda bilmay tushirilgan video, bir joyda noto'g'ri aytilgan summa. Mana shular nazokat qurayotgan butun devorni bir lahzada qulatishi mumkin. U erkaklarni boshqarishni biladi. U katta odamlarni boshqarishni biladi. Lekin mayda odamlarning qo'rquvi va ahmoqligini nazorat qila olmaydi. Va aynan o'sha nazorat qilib bo'lmaydigan jihat uning eng katta zaifligiga aylanadi. Farhodning ozodlikka chiqishi masalani yopmadi, yangi urushni boshladi. U endi panjara ortidagi odam emas, haqiqat oldidagi odam. Va bu ancha og'irroq vaziyat. Chunki qamoqdan chiqqan odamning ichida ikki xil yo'l tugiladi. Yo pushaymon bilan yangidan yashaydi, yo ichida qolgan alamni boshqa tomonga buradi. Farhod hozircha o'zgargandek ko'rinyapti. Otasining yordamini, vaqtning qadrini, jahldan qilingan ishning narxini tushunayotganday. Lekin uning oldida hali Nilufar masalasi bor, o'z sha'ni bor, bo'lajak farzandi bor, oilasini tiklash masalasi bor. Shu tortda bosim bir odamni birdaniga sindirishi ham mumkin, ulkan darajada ostirishi ham mumkin. Hozircha ikkalasi ham mumkin. Va bu noaniqlik meni eng ko'p qiziqtirgan jihat. Sodiqning atrofida esa xavf tobora zichlashyapti. Ishchilarning maoshi bahona bo'lib ko'tarilgan masala. Bu keyinchalik hujjatlar zanjirini ochib yuboradi.
Zavod, fabrikadagi pul oqimi, bankdagi o'tkazmalar, guvohlar oldidagi tasdiqlar. Bularning hammasi hozir nazokat foydasiga ishlayotganday ko'rinadi. Lekin serial mantiqiga qarasak, bunday katta og'irlik hissiyot bilan boshlansa-da, doim texnik xatoda ushlanadi. Kimdir sanani eslab qoladi. Kimdir summani solishtiradi. Kimdir bemorning o'sha paytdagi holatini shubha ostiga oladi. Va eng qo'rqinchli variant shunda, Sodiqning o'zi bir nuqtada parchalarni ulab yuborishi mumkin. Chunki u ahmoq emas. U faqat mehrga chanqoq. Lekin nazokatning shirin gaplari ortida qanchalik sovuq niyat yotganini sezib qolgan kuni. Bu ayol bir kunda sevgilidan dushmanga aylanadi. Va o'sha kun keladi. Bu qismda bo'lajak fojialarning eshigi ochildi. Bir ayol sevgini qurolga aylantirdi. Bir ona olim oldida haqiqatni aytishga urindi. Bir yigit kech bo'lsa-da otalik mas'uliyatini his qildi. Bir qiz esa tahqirdan keyin ichida butunlay boshqa odam bo'lib uyg'ondi. Kafeda xorlangan qizning ko'zidagi og'riq, onaning uzukni sotishi, keksa ayolning yurak xurujidek kelgan ogohlantirishi, Farhodning otalikka bir qadam qolgan paytdagi titrashi, Nilufarning sukut bilan birovni qutqarib, aslida kattaroq bohronni yaqinlashtirishi, bularning hech biri shunchaki epizod emas. Bularning barchasi kelayotgan portlashning belgilariga o'xshaydi. Keyingi qismlarda men eng avvalo ikki katta burilishni kutyapman. Birinchisi, nazokatning hujjatlar bilan qilgan o'yini fosh bo'lishi. Bu birdaniga emas, mayda shubhalar orqali boshlanadi. Bir telefon, bir savol, bir ortiqcha harakat. Mana shu uning butun niqobini tushiradi. Ikkinchisi esa oilaviy frontda bo'ladi. Keksa onaning aytganlari havoda qolmaydi. Zulfi bilan bog'liq masala qayta ko'tariladi va o'sha yerda qizlar, kelinlar, o'tmish va manfaatlar bir-biriga uriladi. O'sha payt kim haqiqatan yaqin, kim faqat foyda uchun yonida yurgan, aniq bilinadi. Farhod tomonda esa bola xabari eng katta burilish bo'lib qoladi. U endi faqat o'z hayoti uchun emas, tugilmagan farzandi uchun ham tanlov qiladi. Agar u yana hissiyotga berilsa, hammasini boy beradi. Agar u bu safar aql bilan ish qilsa, serialdagi eng kuchli ichki o'zgarish aynan uning qalbida sodir bo'ladi. Lekin bu yo'l ham silliq emas. O'tmish hali uni qo'yib yubormagan. Nilufarning sukuti ham, oilasining qarorlari ham, atrofdagi manfaatlar ham uni yana sinaydi. Mana shuning uchun bu qismni oddiy otish epizodi deb bo'lmaydi. Bu qismda hamma yo'l bir joyga olib borildi. Yashirilgan haqiqatlar endi uzoq turmaydi. Kimdir pulni saqlab qolaman deb o'ylayapti. Kimdir oilani, kimdir obro'ni, kimdir muhabbatni. Lekin kelayotgan to'qnashuvda bularning hammasini bir paytning o'zida asrab qolishning iloji bo'lmaydi. Va aynan o'sha tanlov lahzasida odamlarning haqiqiy yuzlari ko'rinadi. Aziz do'stlar, agar bu tahlil sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki keyingi qism tahlili ham aynan shu chuqurlikda bo'ladi. Kommentariyada menga aytingchi, sizningcha nazokat qachon fosh bo'ladi va eng avval kim uni shubha ostiga oladi? Men javoblaringizni o'qiyman va keyingi tahlilda eng qiziqarli fikrlarni muhokama qilamiz. Salomat bo'linglar, keyingi qismda ko'rishguncha. Assalomu alaykum aziz do'stlar va xush kelibsiz mening kanalimga. Bu yerda biz faqat serialni tomosha qilib qo'ya qolmaymiz. Biz uning har bir kadrini, har bir sozini, har bir jimlikni birga tahlil qilamiz. Chunki ba'zan eng katta haqiqat eng jim sahnada yashiringan bo'ladi. Bugun biz shu qism haqida gaplashamiz va ishonaman, bu tahlilni eshitganingizdan keyin siz bu serialga butunlay boshqa ko'z bilan qaray boshlaysiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Ba'zan hayotda eng dahshatli xiyonat pichoq bilan emas, mehr bilan boshlanadi. Bu gap oddiy eshitilishi mumkin, lekin shu qismni ko'rgan har bir kishi biladi. Bu jumla shunchaki chiroyli so'z emas, bu butun bir qismning mohiyati, butun bir hikoyaning kaliti. Kimdir ko'z yosh to'kib sevgidan gapirdi, kimdir sukut bilan hammani kechirdi, kimdir esa taqdirni o'zgartiradigan imzoni bemor qo'ldan yulib oldi. Va biz bularning barchasini ko'rdik. Ko'rdik-ku, lekin ko'pimiz to'liq anglab yetmadik. Aynan bugun men siz bilan shu anglab yetmagan qismlarni ochmoqchiman. Chunki bu serialning yozuvchilari har bir sahnaga shunchalik ko'p ma'no joylashtirib ketishadiki, bir marta ko'rish bilan hammasini ilgab olish mumkin emas. Keling, avvalo nazokat haqida gapiraylik, chunki bu qismda u eng ko'p muhokama qilinadigan obraz bo'ldi. Ko'pchilik uni yomon ayol deb atadi. Ba'zilar unga achinib qo'ydi. Ba'zilar esa nafrat bilan kuzatdi. Lekin men sizga aytyapman, nazokat bu serialdagi eng murakkab va eng xavfli obraz, chunki u oddiy yovuzlik qilmayapti. U haqiqatning kerakli qismini ko'rsatib, qolganini yashiryapti. Bu farqni tushunish juda muhim.
Yolg'on gapiruvchi odam ma'lum bir nuqtada ushlanadi, chunki yolg'on izini qoldiradi. Lekin haqiqatni tanlama ko'rsatuvchi odam, bu boshqa darajadagi xavf. Chunki unga qarshi da'vo qilib bo'lmaydi. U hamma narsani togri qilganday ko'rinadi. Hujjatlar togri, imzolar togri, shohidlar togri. Lekin niyat mutlaqo boshqa tomonga qaraydi. Nazokatning bu qismdagi har bir qadami sovuqqon hisob-kitob edi. U tashqaridan qaralganda gamxo'r, sabrli, mehribon, fidoyi ayol bo'lib ko'rindi. Kasal yonida tunlab chiqdi. Muloyim gapirdi. Hech qachon ovozini ko'tarmadi. Lekin aynan mana shu muloyimlik uning eng kuchli quroli. U bosimni janjal bilan emas, ishonch bilan o'tkazadi. Va bu usul ishlaydi, chunki odamlar odatda qichqirayotgandan emas, shivirlayotgandan himoyasizroq bo'ladi. Sodiq ham xuddi shunday. U qichqirishdan qo'rqmaydi, lekin yumshogidan, mehribonligidan, yaqinligidan qo'rqadi. Va nazokat buni biladi. Uning eng katta kuchi shundaki, u o'z oljasini eng zaif nuqtasidan, mehrga chanqoqlikdan ushlaydi. Va shu yerda Sodiq masalasiga o'tamiz. Bu qismda Sodiq faqat bemor emas, u qursovga olingan odam sifatida ko'rindi. U hamon mehrga chanqoq, hamon kechikib topilgan yaqinlikka ishongisi keladi. Hayotda ko'p narsa ko'rgan, ko'p narsa qurgan, ko'p narsani yutqazgan bu odam hozir eng oddiy narsaga, insonga muhtoj. Va aynan shu muhtojlik uni himoyasiz qilib qo'ydi. Men shu sahnani ko'rib bir narsa o'yladim. Bu shunchaki bir serial qahramoni emas. Bu ko'pchiligimizning ota-onalarimiz, bobo-momolarimiz yoki yaqinlarimizning qiyofasi. Keksaygan sayin odamlar kuchdan emas, mehrdan himoya qiladi o'zini. Va ba'zan aynan o'sha mehr ularni eng katta xavf ostiga qo'yadi. Sodiq qaror qabul qilayotgan odam emas edi bu qismda. U qarorga olib kelinayotgan odamga aylangan edi. Bu juda katta farq. Va aynan shu farq keyingi qismlarda portlaydi deb o'ylayman. Endi Nilufarning sukuti haqida gapirishim kerak, chunki bu qism meni eng ko'p o'ylatgan jihat bo'ldi. Nilufar haqiqatni ayta olardi, bilardi, ko'rgan edi, lekin sukutni tanladi. Va ko'pchilik buni kechirish deb, ulug'vorlik deb izoh berdi. Men esa boshqacha o'ylayman. Bu sukut charchagan odamning sukuti. Bu urushdan tezroq chiqib ketmoqchi bo'lgan odamning tanlovi. Va eng og'riqli joyi shunda, Nilufar o'zi ham to'liq anglab yetmaydi bu sukut bilan kimni saqlab qolayotganini, kimni esa yanada xavfli ahvolga solib qo'yayotganini. Farhod rasman qutuldi. Lekin bu qutulish poklanish emas. Bu faqat birinchi bosqich. Chunki endi uning oldida haqiqiy sinf boshlanadi. O'zini oqlash emas, o'zini o'zgartirish. Va bu ikki narsa o'rtasidagi farq katta. O'zini oqlagan odam yana xato qilishi mumkin. O'zini o'zgartirgan odam esa u boshqa odam bo'lib qaytadi. Farhod va Nozining chizigi bu qismning eng yorqin va eng achchiq umidi bo'ldi deb o'ylayman. Ota bo'lish haqidagi xabar bu shunchaki quvonchli lahza emas edi. Bu Farhodning butun ichki dunyosiga urilgan zarba edi. Tasavvur qiling, bir odam hayotining eng qorong'u nuqtasida turibdi. Hamma narsa yiqilib bo'lgan. O'zi ham singan, atrofi ham singan. Va aynan o'sha paytda unga aytiladi, sen ota bo'lasan. Bu ma'lumot qanday qabul qilinishi kerak? Quvonch bilan. Lekin ayni paytda bu xabar unga o'z barcha gunohlarini, barcha xatolarini, barcha yo'qotganlarini bir lahzada ko'z oldiga keltiradi. Nozining ko'zlarida qo'rquv ham bor edi, muhabbat ham, ishonch ham. U Farhodni suyayapti, lekin ayni paytda undan kelajak uchun tayanch bo'lishni kutayapti. Va endi Farhod uchun sevgi romantika emas, mas'uliyatga aylandi. Bu o'zgarish, agar u buni to'g'ri o'qisa, hayotidagi eng katta burilish bo'lishi mumkin. Agar u buni noto'g'ri o'qisa, bu yangi hukm bo'lib tushadi. Lekin men bu qismda ko'pchilik e'tibor bermaydigan, ammo kelajak uchun juda muhim bo'lgan bir chiziq borligini sezib qoldim. Kafedagi o'sha sahna. Xorlangan ona va qiz. Ko'pchilik bu sahnani serial kontekstida ikkinchi darajali deb o'tkazib yubordi. Lekin men sizga aytyapman, bu sahnani yozuvchilar bejiz qo'ymadi. Boylikka suyanib, kuchsizlik ustidan kulish, bu serialda hech qachon jazosiz qolmagan. O'sha onaning uzukni sotib qizining oqishini saqlab qolish qarori. Bu shunchaki qashshoqlik sahnasi emas. Bu ayolning o'tmish bilan vidolashuvi. Bir paytlar mehr ramzi bo'lgan narsani, yuragi bog'liq narsani, xotirasidagi eng qimmatli buyumni u shu kunda tirik qolish qurol aylantirdi. Va qiz, o'sha xorlangan qiz, bugun og'riq ichida. Lekin bunday og'riqdan o'tgan odamlar serialda birdaniga emas, sekin ko'tariladi. Va ular ko'tarilganida qasosdan ko'ra haq bo'lib qaytadi. Mana shu aynan shu qiz bilan sodir bo'ladi deb o'ylayman. Kuting.
Keksa onaning sahnasi esa meni toliq yiglatib yubordi. Shuni ochiqchasiga aytayin. Uning yuragi siqilib yiqilgani tasodifiy emas edi. Unga jismoniy og'riq bergan narsa kasallik emas, uy ichidagi shafqatsizlik bo'ldi. Bu ona kimning ko'ngli toza, kimning qalbi qorayib borayotganini hammadan oldin sezib bo'lgan. Onalar shunday. Ular ko'pincha jim turadi, ko'pincha sabr qiladi, ko'pincha ko'rmayapman deb yuradi. Lekin aslida hamma narsani ko'radi. U o'g'liga aytgan ishoralari, qizlarining bir kun o'z yo'liga ketishini, yonida chin dildan tura oladigan odam kerakligini, bu shunchaki keksalik gapirgani emas. Bu uzoq yillar davomida to'plangan tashvishning, kuzatishning, sevgining ifodasi. Va eng dahshatli qismi shunda, agar ona endi najotni boshqa ayolda ko'rayotgan bo'lsa, demak uy ichidagi ishonch allaqachon yemirilib bo'lgan. Bu gap havoda qolmaydi. Keyingi qismlarda aynan shu gap oiladagi eng katta to'qnashuvni boshlaydi deb kutyapman. Nazokat atrofidagi ikkinchi darajadagi personajlar ham meni qiziqtirdi. Kimdir milliardlar haqida qo'rquv bilan gapirdi, kimdir hashamatli hayotni telefon kamerasi ortida maqtanish vositasiga aylantirdi. Bu sahnalar kulgili ko'rindi, to'g'ri. Lekin